Bugungi kunda fuqarolik jamiyatini rivojlantirish va nodavlat notijorat tashkilotlar faoliyatini qo'llab-quvvatlash muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa ular uchun zamonaviy sharoit va hamkorlik muhitini yaratish dolzarb masalalardan biridir. Shu maqsadda kuni kecha nodavlat notijorat tashkilotlari uyida zamonaviy coworking markazining ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Shunda tashkilotlar bor, ularda majlislar o'tkazish yoki bo'lmasa muzokaralar olib borish uchun joylar yetarli bo'lmaydi. Lekin bugun nodavlat notijorat tashkilotlar uyida tashkil etilgan coworking markazi ular uchun ayni muddao bo'ladi, chunki bu yerda xalqaro hamkorlik aloqalarini yo'lga qo'yish yoki majlislar o'tkazish uchun barcha sharoitlar bor. Va bu nafaqat bu yangi bino sifatida topshirilyapti, balkim bu mana shu nodavlat notijorat tashkilotlarining muloqot maydoni sifatida namoyon etiladi. Bu yerda ular o'zaro tajriba almashib, o'zaro demak mana shu yangi innovatsion g'oyalarni, kreativ g'oyalarni bir-biridan o'rganib, bu yerda trening, seminarlar tashkil qilib, muloqotlar tashkil qilib, bularga bu nafaqat mana shu qo'shimcha yordam, balkim bularni bu yerda o'qitish va kelgusida ularning qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini demak yanada takomillashtirish borasida bir muhim vazifa sifatida mana shu belgilab olindi. Ochilish marosimida Oliy Majlis Senati a'zolari, Qonunchilik palatasi deputatlari hamda fuqarolik jamiyati institutlari vakillari ishtirok etib, mazkur markazning ahamiyati, uning nodavlat notijorat tashkilotlar faoliyatini qo'llab-quvvatlashdagi o'rnini ta'kidlashdi. Ko'rib turganingizdek, bu yer zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlangan va tashkilotlar kelib ijod qilish va o'z ustida ishlash uchun barcha imkoniyatlar bor. Bundan tashqari ochilish marosimida qayd etilishicha, nodavlat notijorat uylarida coworking markazlarining ochilishi faqatgina Toshkent shahrida bunday markaz ochilgan va yaqin orada barcha viloyatlarda shunday markazlar ochilishi rejalashtirilmoqda. Shuningdek, tadbir yakunida O'zbekiston nodavlat notijorat tashkilotlari milliy assotsiatsiyasining yangi ishlab chiqilgan veb-sayti hamda a'zolar uchun ishlab chiqilayotgan mobil ilovalar prezentatsiyasi o'tkazildi. Zarnigor Tolipova, Valixon G'ayratov, Abdurahmon Zaripov, Ovozing Hurmat Suvun dasturi uchun.